Ender ajdarhoni o'ldirish uchun 8 ta buyum. Birinchisi bu zirhli kiyimlar. Zirhli kiyimlar sizni ajdarhoda o'ldirishingiz uchun juda katta foyda beradi. Iloji bo'lsa mana buni tanlang. Ikkinchisi bo'lsa bu yotoq. Bu hazil eshitilishi mumkin, lekin Ender ajdarhoni yoniga qo'yib, uzoqroqqa borib. Uchinchi. Kamon bu sizga juda katta foyda beradi. Obsidianni tepasidagi mayoqlarni bemalol otib sindiraverasiz. 4. Neziritli qilich. Neziritli qilich esa Ender ajdarhoni juda ham katta jonini oladi. 5 bo'lsa obuna bo'lish va like bosish. Bu Ender ajdarni o'ldiradi. 6 bu suv. Agar sizni Ender Dragon uchirib yuborsa, bemalol water drop qilaverasiz. 7. TNT. Ender ajdarhoni yoniga qo'yasiz va 8. Totem bu sizni o'lganingizda saqlab qoladi. Bonus esa obuna bo'ling.